Jonim, men seni yaxshi ko'raman. Sen ham meni yaxshi ko'rasanmi? Keyin saqchi ol. Nima bo'lyapti? Mana yaxshi ko'raman dada, sizga shuni aytmoqchi edim. Yaqinlashma. Astagfirullah. O'rta ish qo'yaychi. Uylanasiz kelganmi yo buni? Qo'lingni ber, men seni uzoqlarga olib ketaman. Unangimga. To'g'da nima ayb? Jonim, sizdan bitta bo'z olsam maylimi? Ket tepaman. Unangimga. O'zim uyimda qo'rqib yashayapman. Uylantirmasam bu yetmaga. Dadajon, men keldim. Qizim o'qishdan keldi-ku. O'qishlaring yaxshimi qizim? Nima yangiliklar? O'qanchoy? Endi siz qizingiz bilan faxrlanib yurasiz. Magistraturani qizil diplomga bitirdim. PhD o'qidim, dadajon, bilasizmi qanaqa mavzuda? Bu hayotga ayollarga erkaklar nima uchun kerak degan mavzusida. Erkaklar nima kerak? Ayollar o'zi uchun yashasin, o'zini sevsin. Nima erkakni qulligini qilib umrini o'tkazadimi? Siz tushunmayapsiz, dadajon. Hozir zamon o'zgargan. Ayollar ishlaydi, pul topadi. Nima kerak erkak? Umuman kerak emas erkak zoti. Tushundingizmi, dadajon? Siz meni har doim qo'llab-quvvatlagansiz. Bu fikrimni ham qo'llab-quvvatlaysiz. Demak, men ham kerak emasman desang, ha, bacham? Dadajon, men dada kerak emas demayoman. Erkak nima uchun kerak deyapman. Erkak umuman kerak emas. Tanirim Alfons. Men esa hali ham qaynonam bilan yashayman deja o'yligimni ham beraman-da. Alfons, qaynonam bilan turaman. Qullik davrida yashayapsizlarmi? Ajrashinglar. Agar meni kursimni sotib olsanglar, yigit balaya tegib ketasizlar. Business lady bo'lasizlar. Biz ayollar birlashishimiz kerak. Mana siz necha yil eringiz bilan yashadingiz? 30 yil yashadingiz eringiz bilan. Nima ko'rdingiz? 30 yil xizmatini qilib, mana havoga uchirmordingiz. Nima ko'rdingiz eringizga xizmat qilib? Bundan keyin erkaklar bizning hayotimizga umuman kerak emas. Erkaksiz ham baxtli yashaymiz. Unangimga. Kecha mahallaga bo'mba tusham deyman-da. Jonim, kelinman uying tagiga. Chiqasanmi? Ehtiyot bo'ling, yana hamshirlar ko'rmasin, men ham chiqaman hozir. Ha, tamam. To'xta, urman, to'xta. Mana kamasini tushirib beraman, to'xtang, mana. Ket. Nima banan usta? Qizchang bo'lib kelgandim. Endi uka, hozir uchastkaga chaqiraman. Seni shaxsingga oydinlik kiritamiz. Sen o'g'rimisan, to'g'rimisan? Kiygansan, bilmayman men, to'g'rimi? Kiymasan, qamataman. Tushundingmi? Qiyra qochibdi. Kameraga tushding-ku. Ey bachalar. Hamsoya, bachalar nimaga ish biladi? Bunga qarash keladi, jillisidan qaraman. So'raman hamsoya. Bular kim qizini yonga kelganmi? Nimaga kelding o'zimizga qishloqasan? O amaki, men qiz yoniga kelganim yo'q. Biz yoshmachalar biz. Ana shunday aldama bizlar, aldama. Bunday bratga, bizlar ham erkak, sen ham erkak. Biz ham sen yoshingda ana shu qizlar uyga boryapti. To'g'ri. Shuning uchun aldamada kim qizini yonga boryapti? Kimligini ayt bizlar, to'g'ri. O, sen hech kimga aytmaysizlarmi? Nimaga aytamiz? Qishloqqa Ismat Chur dekorlar bor ekan. O'sha qizlarning yoniga keldim. 2 yildan beri allab pullarni olib so'qib yuribman. Mana hozir to'lgan kunim iPhone 17 olib berdi 2 kun oldi. To'xta. Hamsoya urmay. Oxirigacha eshitaylik keling. Dadasi shunday lo'q, kontraktlarim pulni to'lab beribdi. O'zi bilan kelishimdan maqsad uyini ko'rishga keldim. Uyini oltinga o'tkazaman, mazza qilib yashayman-ki. Ha, endi jiyan qizchangni olib beraman, 17 ni qo'lingga ol-da. Uyingdagilarga telefon qil. Uylaringni yaxshilab tozalab, hamma qarindoshlaringni chaqirib qo'ysizlar. Ham bitta soat 4 ta sizni chiqaradilar. Nimaga? Endi jiyan ana qizchang dadasi bor-ku, yo'q. Ana shu odam bo'lashi. Qayerga qochasan? Bu ham yomon yuguradi. Toshkentlikmiz aka. Voy aka, Toshkentni kinduvdanman-u. Sher rashkini keltiraman deb qo'ylarga qarash nech pul bul. Chunosiz aka. Xudi kelyapti, mejikka. Ha? Ada, men bugun uyga bora olmayman. Radnoyimni topib oldim, jalla. Yemi? Kiymasang ham menga giyalak etsang tashab qo'y.
Qiydaliging bil o'tirayman seni. Hamsoya, tayyor bo'lib to'xtang, bitta joyga raketa uchirish kerak. Tushundingizmi? Oka, adam vashshi meni mazga qo'radilar, cho'sma jalla. O'tga borsam, bo'tga borsam, mana bunaqa qilsam gapirib tashlayveradilar. Bitta hamsayamiz ham bor bizdan. Uyga kelaveradi pastdan, cho'sma. Sanmi meni o'g'lim buzib yurgan? Yo'q, o'zi keldi oldimga, taniymanmi o'g'lingiz? Mehmonmisan? Ha, mehmonman. Yur qano'ya, gap bu. Sen arqamdan yur, tushundingmi? Zokir, ke bacham, ke, asal bacham, ke. Uy, san. Hamsoya, uni urmang, mehmon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kiring qaniymi? Endi jiyan, mana sen normalni bachaga o'xshayapsan. Soching o'sgan emas, usti boshing normalni. Nimaga bizi bacha bunaqa? Mejik o'zi yaxshi joy. Bu tashqarida tik bolalar bordi, o'shani tarbiya olib qo'ygan bolangiz. Ana, hamsa, Mejik dedi. Mana seni gapirishing normalda, jiyan. Nimaga meni bacham bunaqa gapiradi? Gapir bitta. Nimani gapirtiryapsizlar-da, jala? Mana, ko'rdingmi? Toshkentda hech kim adasi kundan gapirmaydi, oka. Bu endi qanaqadir videolarni ko'rib, qabristonskilardan tarbiya oldi-da. Ana, hamsa, ana, qabristonskilarga qo'shilgan o'g'ling. O'g'lingiz suyagini abdini, go'shini abdini qilaman. Beraki. Men qarajiyan, sana mana unaqa beqiliq raqslardan qilib bilasanmi, o'ynay bilasanmi? Oka, erkak kishini o'ynagani, o'lgani men o'ynamayman. Malades. Endi biz bachaga qara, bunga qara. Tuva qildim. Jilli bu, jilli. Ruxsat bering. Bitta uriy o'g'lingizni iltimos, maylimi? Nima deysiz Hamsoya? To'g'ri, hamsa, o'zim yomon urasim kelyapti. Mayli, mehmon hurmati bor. Sosin bitta. Davay. Yaxshi. Ichiga uring, ichiga. Ama reaksiya yomon ekan lekin. Biz reaksiya kuchli, bratishki. O'rgan. Singlim, tinchlikmi? Tinchligimiz qiyomatga baribir qilolmaysiz. Aytavering, balki yordam beraman, balki qo'limdan kelmasa nima qilamiz? Mendagi rakunam buzilgan. Ha, shunchami? Yuring, o'zim qilib beraman. Rakvina qani? Rakuna yo'q. Undan nima chaqirdingiz meni? Shunchaki. Yaxshi emas singlim. Siz meni hozir reaksiyamni sinamoqchisiz. Meni reaksiyam kuchli, qo'ying, kerak emas. Ko'raylikchi reaksiyangizni. Meni reaksiyam ko'rmoqchimisiz? Reaksiyam ko'rmoqchi o'ylasam? Я даю тебе слово, что домой не водила никого, пока тебя не даю слово, что домой не водила никого. Asalcham, bugun ko'rishamiz mardonki joyda. Nima deysiz? Kimni? Narchi qishloqdan tajon kecha topgan shu bilan gaplashayapman. Jim o'tiring-qani. Dugonasi bo'lsa bir gaplashing, biz birgalikda nima qilamiz? Katta odamimiz dugonasi bilan gaplashsizlar. Siz ham katta odam-ku. Alo. Ha jonim. Ey, bu hamsa ham bilan chiqayotgan uchrashuv. Bironta dugonangiz ham olib chiqing siz ham. Ha. Bo'ldi, tamom. Shahardagi joyda ko'rishamiz. Bo'ldi aytdim dugonasini olib chiqayotgan, faqat bizdan sib. Mana. Yaxshi bildingmi jonim? Ko'rib boqishingdan Nima? kuydirding go'zal qiz. Ha jonim. Kuydirding go'zal qiz. Shirin shakar so'zingdan Ana u nima qilib? shirin shakar Nima deysan, Ismat, gapir. Ismat, ovozing chiqarib gapir, nima deyapsan? Dugonasi yo'qmi? Patrdami, armiyada kasalni qo'zg'adim. Men so'rayman hozir. Jonim, dugonang olib kelmadingmi? Olib keldim. Dugosh. Nima deyapsiz? Bolasi chiroyli ekan.
Mana kel. Faqat sekiroqda kiyo. Sekiroq. Dadajon, hozir siz bilan relaks massaj qilamiz. Tayyormisiz? Kiyo? Abi oyoq gapirmay turibdi-ku. Qani qaynota, oyoqlaringiz ozgina bo'lsa ham bo'shashdimi? O bo'shashku mayli, ishlamay turibdi bu. Ibi. Keling yana bitta zo'ra bor o'shani qilamiz. Yo'q, kerak emas, qo'yla kerak emas. Qo'y kerak emas. Kiyo, bu ketdi-ku bu. Qani qaynota? O ketdi bu. Yengilmi? Ha. Oxirgisi bor, pastligisi. Kulminatsiya nuqtai. Rahmat, yo'q. Yo'qni ko'rsatasanmi men? Uni ko'rsat. Yo'q, kerak emas. Iltimos, kerak emas. Qaynota zo'r bo'ladi shoning. Zo'r bo'ladi. Iltimos. Qo'y, qani? Ha, bo'yin qachmini ketdi. Kuyov bo'lsa shunday bo'lsin. Qaynotani massajcha qilib o'tiribdi. O, qaynota mamsiyasi, kelin qani o'zi sizni kutib o'tirgandim. Belchilaringizni bir relaks massajlar qilib bering, keling. Kakrasda 40 yildan men massaj olmagandim. Belim ana sherisida tuzib bor. Bitta massaj qiling. Buni faqat teshig'i salli to'rab ekan-a. Amsiyani kuyovi. Ko'zi yegri qilding-ku. Qarang, keling, oxirgisi. Yo'q. Oxirgisi. Ha, kerak emas. Amsiya. Nimaga aytmadingiz? Aytdim, aytmadingiz-ku. Balandroq aytish kerakdi. Dadajon, mendan xafa bo'lib yuribsizmi? Xo'p, mayli, teyaman erga. Faqat bitta shartim bor. ChatGPTga teyaman. ChatGPT buni. Ha, shunaqa. Ismi ChatGPT. Eng so'nggi versiyadagi robot dadajon. Assalomu alaykum. Sizga qanday yordam bera olaman? Qizim, baba odam yo'qdimi? Odamni boshimni yoramanmi dadajon? Xohlagan paytim yoqib qo'yaman, xohlasam o'chirib qo'yaman, xohlagan mavzuyimda xohlaganimcha guring qilaman. Xohlagan ishimni qila olaman dadajon. Bundan ortiq nima kerak yana? Bo'lmasa kuyov bilan bir suhbatlashaylik. Qo'yib, sizga qanday yordam bera olaman? Oting nima aytdi? Cho'mich-mi? Chagardon meni? Mening ismim ChatGPT. Ha, ChatGPT. Qo'lingdan nima keladi? Men dunyodagi hamma bilimlarni miyamda to'plaganman. Ha, nechinchi yilsan? 2024-yil ishlab chiqarilganman. Ha, go'dak ekansan. Og'zingdan ona suti ketmagan. Ona suti haqida ma'lumot beraymi? Ma'lumot kerak emas. Yeroqlarni bilasanmi? U uchun pro versiyaga ulanishingiz kerak. Oila nimaligini bilasanmi? Oila bu ikki jins vakili turmush quradi. O'rtada farzand paydo bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot olishni xohlasangiz pro versiyani yuklab oling. Hamma narsa pro bo'lyapti-ku senda. Ha, bu bitsana. Xuddi shunday. Sanda unaqa narsa bormi? Nima? Nima bu? Ha, bulbul chumchuqsimolar oilasiga mansub bo'lib 20 ta turi soatiga 50 km tezlikda ucha oladi. Nimani so'rayapsiz dada? Dadangiz bulbul haqida ma'lumot so'radilar. Dadajon, so'rashga boshqa mavzu yo'qmi sizga? Endi oila kerak bo'ladi deb o'yladim-da. Dadajon, kerak emas. Hamda bilan nimani yeng. Kiyo qo'lingiz ancha kelishibdi-a? Tayyormisiz dadajon? Qani? Yo'q. Qani? Yebi. Qani? Ayoq granatasi ketdi. Dadajon, hozir siz bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Stol ustida ikkita stakan bor. Bittasida suv, bittasida zahar. Suv ichsangiz ko'proq yashaysiz. Zahar ichsangiz nasmiyat o'lasiz. Qaysi birini tanlaysiz? Stakan bitta-ku. Suv men ichib bo'ldim. Boshqa variantim yo'qmi? Bor albatta. Samasolda bosib o'tib ketaman, tirik qolsangiz baxtingiz. Tinchlikmi, sen nima bo'ldi? Hamsiya, kuyov meni o'ldirmoqchi. Nimaga o'ldiradi? Niyatini bilib qoldim. Uy joylarimni olmoqchiman o'ldirib. Vasiyat sizga qoldirmoqchiman. Menga biror nima bo'lib qolsa, uy joylarim, mashinalarim sizniki. Jonajon qo'shnimsiz. Rostmi? Sizga qoldiraman. O'z yoshligida bo'rak shamollagan. Bitta yaqtak suv bersangiz shamollab o'yladi. Bering tamom. Tushunmadim. Siz nimaga mana ishga qatnashyapsiz? Hey, o'zim sizga yordam berasim keldi. Yomon ko'raman-da mana. Qaynotang Bo'ldi, qaynota mamsiyasi. Qo'ynimda ilon saqlab yurgan ekanim.
O'rto, zokir organizovat qil. O'rto! Ha! Nima gap? Nimaga keldinglar? O'rto seni ko'rishga keldi. Ha, qarang, hozirdan ko'rsalar, hamang o'ldiradi. Davay, hamang qaytib O'rto, o'yin atmosferasi boshqacha ekan-ku, bitta istoriya olaylik, ketamiz. O'ylasang, hozirdan ko'rsalik. O'rto, ilovlar vodiysidan huvlab qoldi-de. Kim bu? O'rto, e'tibor berma, novichok. Kim bular bacham? Ular jo'rlarim ilonlar vodiysidan keyin. İlonlar vodiysi? Hamsa? O tez uyuma keling, uyun küçük xona bo'ldi. Tez keling. Nima chaqiringiz, tinchlikmi? Nima qarang, kuchuk bosdi, kuchuk. Qanday qutulamiz bularni? Kuchuk otar nima deyapsizlar? Jillamisiz hozir kuchuk otib bo'lmaydi-ku. Ketmayganmi bular, so'raqan? Tez. Yaqinla endi qachon anaqa ilonlar vodiysiga razvorot. O'rto, bizda razvorot yo'q, to'lka period. Dada, amaki bular olib ketmay ekan, bir 1-2 oy qolmoqchi ekan sher. Bitta yo'li bor. Qanday yo'l? Uyingizda kalbasa bormi? Bor. Hamsa ish qilib ish beradimmi? Javob. Bolla, Abid. Rahmat amaqi. Nima bu yedimi? Berdim, men yeyapti, hozir 2 minutda. Rahmat addushi, maza qildi. Sala kalbasadan dorini ayirib yeyishga qanday kallang ishlar? Amaki, shurikda kuchuk kalla ishlar narsa qanday bizar kallamiz ishlamaydi. İçmedi bu indi suv. To'xta. Mollarga suv berdingmi? Ha, suv berdim. Nimaga suv ichyapti bu? Demak suv bermagansan. Suv tutdim men dedi. Siz ish etmang, qaymi bacham? O'tiring, telefon o'ynang, dada ish etsin, qaymi? O'ynayotganim yo'q dada, muzika eshitaman mana. Nima ekran o'chiq bo'lsa ham muzika aytibdi bu? Dada, Janatubi degan programma bor, ana shunda eshitaman muzikalar. Ochgan buni? Janatubi ilovasidan foydalanib musiqani fon rejimida tinglang. U reklamasiz va butunlay bepul. U Google Play va App Store'da mavjud. Navdisingda ishlarim sari. Dilmurod Nadmusayev qo'y. Davay, mollarga suv ber. Men o'zim ishlataman buni. 4 ta satila suv keltirib qo'ydim yoniga. Bu seni itni ham ichishingga aytadi. Tushundingmi? Agar dadam yonida suv ichsang, men seni urib o'ldiraman, mo. Mollarga suv berding? Ha, 4 ta satila ham to'ldirib ol deya qo'ydim. Ertaga yetadi suv ichishga. Sotillarda suv yo'q-ku. Hozir to'ldirib qo'yamdim, umuman bo'lmadi. Bor yana suv olib keting. Men dada bilmayman, lekin ko'rdingiz, 4 satil suv qo'yamdim oldi, ishtamasini. Mana. Bunda kayfi ichyapti-da. Men bilmayman, lekin dada hozir uni Yo, beryaki. Men ishtatsam beryaki. iPhone 17 olib bering. 17 olib bering. 17 olib bering. Xotin, pulim yo'q. Hammani eri olib beryapti. Olib berasiz. Bilmayman. Xotinim iPhone 17 so'rayapti. Qayerdan olib berishni bilmayman, pulim yo'q. Qayunda ana pochkang sot. Yilimisan, pochkani sotsang bir 4-5 yil yashaysan. Keyin o'lib ketasan, nimaga kerak o'lib ketib? Ko'zing sot unda. Ko'zim sotsam bir ko'z berib qolaman-ku. Bir ko'zda ham ko'rasan. Bo'lmaydi unaqa bor. Jigaring sotsang ham bo'laylik. Jigarim sotsam, qon aylanishi yo'q bo'ladi, keyin 1 yil yashayman undan. 1 yil. Unda yurang sot. Nasib etmayman-ku yuragi. Yilli, o'lmaydigan variant yo'qmi? O'lmaydi. Bor bitta variant. Qanaqa? Xotin, iPhone 17. Rahmat. Pulingiz yo'q edi-ku sizni? Zato men seni yaxshi ko'rganim uchun mana iPhone 17 olib keldim. Xursand bo'lmaysanmi? Xursandman. Erta bachalarimizga ko'rsataman. Otalaringiz meni yaxshi ko'rib, romantika qilib iPhone 17 olib bergan deb. Endi lekin bachamiz bo'lmasa kerak. Hayotingni o'zgartirmoqchimisan? Sen bilan chorri psixolog 322 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda men senga motivatsiya beraman. Hayoting tubdan o'zgaradi. Birinchi qoida, hayotingda o'zing yoqtirmaydigan ishni qilishga o'zingni majburlashing kerak. Bacham? Nima bo'lyapsan? Ob ish qilmaydingmi sen? Dada,
Men chorra psixologdan motivatsiya oldim. Kelajakda o'zim o'rnim topishim uchun o'zimga yoqmagan ishlar qilishga o'zim majburlashim kerak. Shunga hozirdan mana chiniqolman. Men alaq bermang, qoching. Yaxshi psixolog ekan unda, ish qilish o'rgatib tsagan. Malades, bosib bacham. Sanga ikkinchi motivatsiya. Orqangdan gapirganlarga hech qachon e'tibor berma, chunki ular hamisha orqangda. Zoker, bola, suv berdingmi? Zoker? Bacha? Ö bacha. Zoker? Gibunang. Bacha? Ö bacha. Nima qaraymisan? 2 soatdan beri chaqiryapman. Dada, men orqamdan gapirganlar umuman e'tibor bermayman, chunki ular mendan orqada. Agar oldimdan gapirsangiz atib beraman. Kim o'rgatdi? Chorra psixolog o'rgatdi. Kelajakda men yuksalishim uchun juda kerakli narsa ekan bu. Chorra psixolog onasini? Sanga uchinchi motivatsiya. Qo'rqgan ishlaringni qilishni o'rgan. Qalbingni qo'rquv egallashiga aslo qo'yma. Qo'rquvga tik bor. Og'zingga o'choq yoqaman ana. Hamsa-ya, sug'or bo'lgan bo'lsangiz bizlar ham ichaylik bir. Faqat men qaytdim. Svito uydamilar? Kim bu? Bacham-ku qamoqdan keldi. Bag'anlarga vashsha o'g'limiz o'zgarib ketibdi. Siz ham ancha qarib qopsiz meni o'ylab. Svitnoy ham yoshlar ancha o'tib qopti. Menda shuncha yil o'tdi. Qaytib sizlarning ko'zinglardan yosh oqishiga umuman qo'ymayman, ishonaveringlar. Hamsa-ya, o'g'lingiz necha yil qamalgan? 2 sutka qamaldi, o'tgan kun ketgan-ku. Ha, o nimaga qamalgan? Qo'ylar boq deb chiqar aydagan ekan. Shunga paxta o'tib aydagan bu. Fermer yozib bergan ustidan, o'tgan kun ketgan-ku. Shunga shunchami? Ha, o. Amakimga ne unaqa bo'lgan paxan? 2 yil oldin unaqa emasdilar-ku. Bilmasam, nima bo'lyapsan Chorra? Bo'ynimda grijam bor, shuni tushiraman. Paxan hamma do'stlarim meni sotib ketdi. Shuncha yil o'tirib bitta narsani tushundimki, ota-onadan 2 sutka o'tirding-ku, kuchuk. 2 sutka o'tirding-ku, joni ham tegding-ku. Nima chizib tashlading? Tananga, nima bu? Tanimayapsizmi o'zingiz? Ada o'ylab o'tishga rasmimiz esdalik uchun chizdirdim-ku. Bu onangmi bu? Ha, mana siz. Bu sanmi bu? Ha, men. Menmi bu? Ha. Kastimim qani men? Kastimim qani? Kastim nima chizmading? Hamsa, men rasmimni chizmabdi-da. To'g'ri gapiring, qani onasini joni ham tegdingiz bor-ku. Bir. Rahmat hamsa. Bo'ynim qimirlashib qolibdi, lekin. Dada. Ana, shuncha yildan beri yolg'izsiz. Shunga siz o'ylab Xorazm aka olib kelsak aytaman. O'zim bacham. Kar yemaganman, men ancha bo'lgan-ku o'zim. Bor xayol olib kel. Ha. Bacham kadi keltirsa nasib bo'lsa, kadi pichak, kadi manti, kadidan samsa qilamiz. Qilishni bilmayman-ku, YouTubedan ko'rib o'rganamiz hali. 10 yil bo'libdi o'zim kadidan ovqat yemaganman. Assalomu alaykum. Web restoran kanalining aziz muxlislari. Bugun milliy taomlarimizdan bo'lgan qovoqli manti tayyorlaymiz. Dada, siz akani olib keldim. Assalomu alaykum. Kadi qani? Yuranga? Mana qara. Kadi qani? Ana shu kadi. Bu qiz bachaga jilli. Men videolarni ko'ryapman, kadi manti qilamiz. Voy dada, Xorazmda qizlar kadi deydi. Siz olib keling. Asa. Bu kadi aytingmi? Kadi deyiladi. Mana. Kadi mana. Hey, mazlum mana, merovlaringizdan o'zim aynaning. Dada, bitta reper jo'ramiz uyimizga mehmon kelyapti. Uni aytgan replari odamlar yuragiga yetib boradi. Balki O'zbekistondagi eng mashhur reper. Bizlar uyimizga mashhur odamlar kelayotganda. Hay kelsa qancha ham ko'raylik, qani?
Mana dada, jo'ram keldi. Men keldim, eshikdan sichqon ketsin, teshikdan. Yo! Nima ham faqat sizga shunday odamlar keladi? Qani, bir bulbul ovozini eshitaylik qani. Dada, bu kakraslar ismlaringizni rep yozib kelgan. Qanjara bitta ayt. Xudsi kapak, mashina yo'q, surati qaltak. Xotindan qo'rqadi, yeydi kaltak. Siz aytibdi. Tushunmadim. Ismat Churri, Abdumurri. Nimaga kulasan? Oyog'i kirli. Round. Haqiqatan ham hamsa yuragiga yetib bor ekanda buni replar. So'raman, siz oyog'i kirildi dedi-ku, yuragimga keldi. Yomon bo'ldim nima? Yana bormi buni? Bizlar taloqli bo'lmagan bironta repi. Boshqacha. Короче, hozir yana bitta repim bor. Yaqinda premyera sizlarga aytib beraman. Yo! Qani? Mani pulim ko'p, ikkalang achkimi o'p. Hammang kuchuk, manzur. Yo, round. Undan keyin yana yurayman tegdi-da. Yomon tegdi lekin hamsiya. To'xtang. Men nima atam endi? O'zim uraman. Hamsiya! Hamsiya yaxshimisiz? Ana o'zimizdan bering yegaylik. O'zingizda yo'qmisiz? Ha, o'zimda ham bor. Sizlar shirinda. Ber qay. Rahmat. Rahmat hamsiya. Sotilib bering. Ana shu o'tlaringizdan bering menga. Nima qilasiz? Mollarga beraman. O'zingizda o't yo'qmi? O'zimda o't bor. Meni o'tim yemaydi. Ana siz o'tingizni bilmayman, mollar yaxshi yeydi. Oling, o'zingiz o'rib oling. Ana shuni oling, siz o'zingiz o'raverasiz. Rahmat. Hamsiya, ana shu tandiringizda non yopib oling. Hamsiya, siz nima? Bu mishmi kam ta'minlanganmisiz nima? Shu mola o'tsa ham mendan so'raysiz. Yeyisha narsani ham mendan so'raysiz. Nima o'zingizda hech narsa yo'qmi? Menda ham tandir bor, lekin nonim yaxshi chiqmaydi. Siz tandiringizda zo'r chiqadi. Yo'q oling, qayding hamsiya. Yoping. Rahmat. Hamsiya, ana bu o'g'lingiz Zokir berib to'xtay. Nima? O'yinda ozgina yeroq dashga ish bor shuni qilib bersa. O'zingizda 6 ta bachangiz bor-ku. Meni bachalarim ishi yo'q emas, ish etmaydi. Nima, men bachamni yegirmi nima? Hay, yaxshi ishlaydi, bering. Hamsiya, ibi. O, hamsiya jon, o'rmang, ibi, balonmi? Ha, yangi oldim. Mashinami. O'zbekistondagi birinchi rezina texnika zavodida ishlab chiqarilyapti o'zi bilan. Tushundingiz, bular o'ti bas. 200% sifat nazoratda. Qishda, yozda, kuzda umuman yedirilmaydi. Tushundingiz? Eng sifatli, eng zamonaviy balon mana shu o'zi. O'shaning uchun o'z mashinamni oldim, qo'yaman buni. Zo'r balonlar. Hamsiya, shu balon menga berib to'xtay. Nima qilasiz? Mashinangiz yo'q sizda. Bilmasam olasim kelyapti-da, shu nima olsangiz men olasim ketdi. Siz shu uydan bir meni nimani olib ketmadingiz tamomda. Iltimos hamsiya. Mana shu gemari ham jona tegdi-da. O'tirib ham bo'lmaydi bundan dastidan. Hamsiya. Hey! Assalomu alaykum. Hamsiya yaxshimisiz? Kimmi? Gemari. Salom bermang bu. Gemari endi sizga salom beraman endi. Hay bir hurmat izzat bir insonda bir. Insonda bo'ladi hurmat izzat. Gemarida bo'lmaydi-ku. Yuringga kiraylik. Hamsiya o'tiring. Hamsiya bu o'tiran joydan men o'tira olmayman. Ha, siz men qarang, so'ragan ayb yo'q, qayerdansiz? Orqadan. Arqa mahalladan. Hamsiya, siz dardingiz og'ir ekan. Yomon. Yo'qotishga yordam beraymi sizga? Qanday? Sichqon dori berib ko'ramizmi? Qanaqa dori? Jildimisiz gemariga sichqon dori berasizmi? Hamsiya, grabl bilan urib o'ldiraymi? Jildimisiz? Yo, meni o'g'riydi. Ha, sizda. O'z boshqa yo'lini topaman. Lekin hamsiya yomon qiynabsiz. Qarang, o'tira olmayapti ham. Bugün bittasidan so'radim, Filipodi 600 degani bor ekan. Eshitganmisiz? Ha. Joyiga yetib keldim. Yordamchilik. Hamsiya qani u? Uni tomiriga tushdim. Qaytib kelmaydi bizlar yonimizga. Rostdan. Zo'r. Zo'rdingizmi? Rahmat hamsiya. Rahmat sizga. Shuna biz tomiriga tushamiz. Ana bu o'tlar hammasini chopib, Hey, kiyimlaringizni chiqarib bering, yuvib qo'yaman. shuni o'tiribsan bacham? Nima tirjiyapsan? Yaqinlar o'tamiz, ha? Nima? Yomon zo'r oladida shu Murod Buxarskiylar. Ha? Nega meni oldinroq uylantirmagansiz? Ha, tejlikmi? Mazza ekanda.
O'z boshida bacham bir oy mazza bo'ladi. Keyin boshlanadi. Mana, yutqazding. Hay. Yana o'ynamizmi? Aynen. Men yetdim. Keling. Endi sus. Suzman sani, sekin urdim, endi sus. Bir yildan keyin mana shu payt o'g'limiz yo qizimiz bo'ladi. Keyin men san onasi deyman. Men dadasi deyman. Hozir ikki o'ngan sachog'i yirtasan? Dada, duo bering, ishga ketaman. Qanaqa ish? Hokimmanki, hozir majlisim bor, duo bering. Mollarga qaraysan, keyin ketib. Endi hozir hokim odam bor, mollarga qarab turaman. Kontrakt mollar sotib to'ladimmi? Ha? Bo'ldi, mollarga qarab keyin ketasan. Menga qara, ana bu yerdagi begona o'tlarni o'rish kerak-da, bu yerni obodonlashtirish kerak. Undan tashqari daraxt ekib, ko'kalamzor qilish kerak. Tushunyapsanmi? Yoz shular. Yer o'tini o'rib, obod qilish kerak. Men o'raman menda shu yer o'tini. Men o'rayman. Yo'q. Ha, o'rinda. Ali. Ha, dada. Kelamonlar suvni berib ket. Dada, meni majlisim bor. Eshitmaydilar. Menga qara, tez uyga borasan, mollarga suv berasan. Hay, dadam telefon qildi. Men hozir majlisim bor. Tez bor, mollarga suv ber. Kimsan? O'g'lingiz cho'pirman. Nima kelding? Mollarga suv berish kerak ekan, uzatdilar. O'zi kelsin. Amaki, o'g'lingiz. Meni tabriklang, dada. Nima bo'ldi? Lavozimim oshdi. Yaxshi ishlaganim uchun deb viloyat hokim bo'ldim. Endi shaharda ishlayman. Shaharga ketaman. Sen ketsang, mollarga kim qaraydi? Mollar sotamiz dada, siz ham olib ketaman. Men hech qayerga ketmayman. Shu yerda tug'ildim, shu yerda o'ylaman. Tushundingmi? Mollarga o'tib. Skori chaqirdim, kelyapti. Ana, skori keldimi deyman, darvozani ochib ocham. Mashinada kelmadingizlar? Bizda mashin yo'q. Nima bo'ldingiz? Nima chaqirdingizlar? Dadam davlenasi ko'tarilgan o'zi yomon bo'layaptilar. Biz ham ol doktor-ku. Jimay turgan odamlar davolasang ko'proq pul beradi. Abi, o'qishi ham 19-21-yilda bitiran ekansiz-da? Qayerdan bildingiz? Ha, endi qilib o'tirgan qiliqlaringiz karantinda o'qiganingizni bildirib turibdi-da. Ha, nima? Men senga aytdim-ku, bo'yina to'qilmaydi bu. Olmini, bo'yina to'qilmaydi dedim-ku. Endi mana to'g'ri to'qdik-da, mana ana bu oyog'i to'qil ekan-da bu o'zi. Ana, o'z joyi ekan bu. Aytdim, bo'yina sig'may turibdi bu. O'ylamam shular qo'lida ekanda. Doktor so'ragan, ay bu yoq bir kasal davolaganmisizlar shu paytgacha? Bizlar nimada o'ylayaptilar? Bizlar borku, singan chiqqan, yurak kasal, keyin ana ichki yetma, ich qotma, EKG, MRT, UZI hammasini qilamiz bizlar. Tushundingizmi? Bu qilayotgan ishlaringiz bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Yo'nalishlaringiz nima o'ysizlar? Yemayman. Nimaman? Yemayman. Nima u? Aralash jang san'ati. Doktorlar nima kerak bu aralash jang san'ati? Tushunding? Mana, hozir sizni doktor davola olmasa, aka-ukalaringiz kelib, keyin doktor uradimi? Ha. Ana shu payt o'zini himoya qilish uchun. Ha, ana shu. Yep. Aha shu doktor yaxshi davolasa, urmaydi-ku hech kim. Yaxshi davola olmaydi-da bu doktor. Jiyan dadangga temperaturasi tushib ketgan. Nima bergan tingan? Bir kosa sho'rva, 2 tovoq osh, bitta qovun, bitta tarvuz yedi. Unda san dadangga davlenasi ko'tarilmagan, nabaru damlagan. 2 kun hech narsa bermisizlar. Iloji bo'lsa, quruq samon beringlar, haymi? Nima? Samon? Nima? Nima? Odamga nima beriladi? Qoq non. Ha, qoq non beringlar, qoq non, haymi? Ha. Mana qara, oshqozonda nimadir bor-da, bilib bo'lmayapti. Nima qilamiz? Mana qarajon, vitaptekaga borasan-da, ana muncha rezin perchatka bor. Ana shuni olib kelasan. Tushundingmi? U nima qilasiz? Buni To'xta. Men zakonni. Davleniyam ham zakonni, o'zim ham zakonni. Taslimman. Dadam salom bey. Assalomu alaykum. Ana dada, o'ylandik. Ko'p yashang keling, ko'p yashang. Ish qilib kelin oyog'i quruq bo'lmasa bo'ldi. Nasib etsa quruq bo'lmaydi.
bilim. Bu kelini oyog'i quruq keldimi deyman, shunga yiqildim-da. O'zingiz yiqildingiz-ku, ko'rayapman. Kelin nima aloqasi bu? Kelini oyog'i quruq keldi. Men shu paytgacha yiqilmaganman bacham. Kelini oyog'i quruq kelganda to'g'ri ham tuxum qo'ymaydi. Havo ham 50 gradus bo'lgan. Bu kelini oyog'i quruq keldi-da. Ibi uzumlari pishgan, yaqara uzumlari hammasi pishgan. Bu kelini oyog'i quruq keldi-da bacham. Pishgan ya kelin oyog'i nima aloqasi bor endi? Pishsa yaxshi-ku. Shu paytgacha pishmaganda bu uzum. Mashinam yonmaydi-da, mashina benzin tugaganda bacham. Qo'yaylik hay benzin. Benzin quyganing foydasi yo'q, kelin oyog'i quruq kelgan baribir. Dada, do'ylar ko'tarilibdi. Voy. Bu kelin oyog'i yomon quruq keldi-da bacham. Shu paytgacha do'ylar ko'tarilmagandi. Kelin keldi, do'ylar ko'tarildi. Yomon oyog'i quruq ekan. Har kun 2 soat oyog'ingni ko'tarasan suv, haymi? Hey Jilli. Nimaga kelin oyog'ini yoqtak suvatga qo'yibsan? Oyoq quruq dedingiz, endi oyog'ini sug'oraman. Qani bir yaxshi bo'lib ketsa. Qo'ytir. Ismat! Tinchligingizchi? Vaqir etib keldim. Menga qara Ismat. O'g'lingga yana bir marta o'yim tegida ko'rsam, oyog'ini urib sindiraman. Tushundingmi? Nimaga? Tinchliging o'zi ochiqroq gapirgan. Sani o'g'ling meni qayni singlim bilan o'y tegida sevgi o'ynab o'tiribdi. Necha marta ko'rdim. Jillimisan? Meni o'g'lim yo'q-ku. Qayerda o'g'ling? Rossiyada 3 oydan beri. Ya, unda bu kim bilan sevgi o'ynayapti? Men deyman, o'zingizdan so'ra. Siz kim bilan sevgi o'ynayapsiz? Bilmayman, men ham ko'rmadim. O'yingda yana kim bor? O'yimda dadam bu, tamom mana. Ayni yosh katta odam bilan yurmasa kerak. Menga qara Ismat, kecha ham keldimda aytib ketdim, to'g'rimi? Yana izla sani o'yinga kiryapti. Kim bo'libdi? Men qayerdan bilay? Aytdim-ku, o'g'lim Rossiyada deb. Menga qara, aldi o'tirandirsan, o'g'ling uydadir. Kunda telefon qiladi Rossiyadan, qanday aldiydi? Menga qara, unda meni qayni singlim bilan kim ko'rishadi har kun? Izlash kerak o'tiribdi. Men qayerdan bilay? Sani o'yingda yana kim bor? Dadam, men, boshqa odam yo'q. Dadang? Ha. Dadang bor etimmikan yo'q? Dada siz boryapsizmi uyga? Yo'q, men borganman, yo'q. 80 yoshli odam qanday boradi, yilimisan? Borani bilanim ichi. Menga qara, men baribir tegiga aytaman, tushundingmi? Shu siz pocham bilib qolsalar o'ldiradilar-da. Bizani sevgimizga pocham qarshilar. Ha, tutdimmi? Amaki, shu yoshingizda uy olmadingizmi? Ha? O'g'lingiz Ismat endi qanday bosh ko'tarib yuradi qishloqda? Ismat? Ismat, olyam o'tiribsanmi bu yirtiq tabichkani kiyib? Bunga qara, o'g'lim uzatdi Rossiyadan. Krokodil terisidan bo'lgan. Sen o'tiraver yana shunday. Bacham, Rossiyadan mayka bezayim uzat bir. Bu hamsa ustimdan kulayapti meni. Ismatjon? Hey Ismatjon. Ye? Ismatjon, nima nasrinangizga o'tiribsiz? O'g'ildan xabar bormi? Bor. Ha, meni o'g'lim pul uzatdi. Sizniki nima uzatdi? Bizniki nevara uzatgan. Ye, nevara? Abi ko'raylik, chaqirgan. Ko'rasizmi? Ha? Sasha, yonaman pashol. Привет. Как ты? Ye, чисто zokir o'zi ekan. Faqat soch sarg'agina, hamsa. Кто это, дедушка? Bu Hussi Muka. Ye. Jillimisiz hamsa? Siz meni hozir Hussi un deyapsiz. Ammo Hussi kapak-ku. Ha, kapak uni chiqardisa. Ha. Unda bu Hussi Musur. Musur. Oho, мусор. O'zing musur to'g'ri gapir. Sasha, papa где papa? Папа каждый день работаешь, потому что мама ужас. Menga qara, onang ujismi, dadang ishlaydimi? Menga ham bir kishi uzatsa bo'ladi-ku, bu hamsa ham o'ylab berdi-ku, och. Amo. Папа миллионер, деньги много, просто не отправили. Nima deydi? Nima? Puli ko'p, bachi dadammi deyapti. Kirishda yubora olmayapti pul deyapti. Ye, bu jilli-ku bular, hamsa. O tez pay bor-ku, Rossiyadan bemalol shaq uzatsa bo'ladi-ku. Tezpay? Ha, biz bacha emas, tezpaydan Rossiyadan to'xtab pul tashiydi. Humo deysizmi, Uzkart deysizmi, Viza deysizmi, Luboyga tashiydi. Undan tashqari meni kommunal to'lovlarim bor-ku. Svet, gaz, suv hammasiga ana tezpaydan tashiydi. Rostdan tezpaydan shunaqa qilsa bo'ladimi? Aha, hamsa. Sasha, давай pashol Rossiya. Papa говорит, tezpay skechat. Tushundingmi? Давай sur. Ismat! Janoza bo'lganmi?
Kim o'ldi ekan? Yoshda. Aka o'zi kim o'tib qoldi? Ayting qani kim o'ldi? Ayta olmayman, so'ramang, ana undan so'rang. Yosh ketdi. Hamsiya, ming bor zo'ringni so'ragani ayb yo'q. Kim o'ldi o'zi? Kecha PSG Real 4 dan o'lurdi. Shuni Real ittalab chiqarib keldik. Bechora yosh ketdi. Real? Siz rotalamsalar Real o'tdi. Apulia, keldim men. Ye unangni. Bacham, Men fotovossiz tualet ichi odamida. Salom ber, unutdingmi sen ha? Salom ber olmaysanmi? Dadangman-ku. nima bu bo'lish? Ada bu zamon talabi. Hozir hamma bolalar shunaqa. Men ham ko'chaman bolalarga o'xshagan. Ko'chinskiman, tushunasizmi? Oyog'ing tushirib to'g'ri o'taqay. Ada bu oyoq hayotda tushmaydi. Понятно? O'rganib oling. Andadan ayol bitarasan? Ayiraman. Ye, hamsiya yana nima vaqir? Hamsiya nima men chaqirmay o'tiribsiz uni? Telefonda pul tugagan. Voy boshqa hozir. Ha, bepul soобщение tashlasangiz o'zim qaytib chiqaman-ku. Shunga ham pul yo'q-da. Nimaga o'tiribsiz o'zi buni? Tilig'ini ko'ring buni. Ber aka. Nima gap ada? Kim bu chol? Ye. Nima o'tirish bu jiyan? Mana qarang, ko'chada mana shunaqa erkin o'tiriladi. Ko'rdingizmi? Torting. Erkin tortavering. Erkin. Dada, amaki, kechiringlar qayinda arada shuni kallam qochadi-da, ko'chada ko'rgan narsalarim qilgim keladi. Oxiri tushuni yetding, patsan. Ibi. Hamsiya? Uzra, ozgina berilib ketdimiz. Bacham, tortmada atverka bu. Shuni olib kelgur, buni yechaylik. Hozir. Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Dada, bu yerda atverka yo'q. Qanday yo'q? Bilim og'zi ichini ko'rdim, bo'm-bo'sh to'xtatdi. Agar bor topsam, ko'zingga atverka tiqaman, tushundingmi? Yuring ishonmasangiz hech narsa yo'q. Nima bu? Hozir yo'q-da. Qanday yo'q, ko'rmisan? Ha, yo'q-da, hay. Mana shuncha atverka bor-ku. Bacham, moshin balonni almashtiramiz, tushundingmi? Sayizxonaga yangi bars balon keltirib qo'yganman, zo'ridan. Shuni olib kelgur, almashtiramiz. Dada, bu yerda balon yo'q-ku. Qanday yo'q? Bilmayman, yuring ko'ringiz, yo'q. Ana balon berdi, dada yo'q-ku. Ana bunimi? Ha? Ko'rmanman-da. Dada, mana qarang. Nima mashina faqat bars balon qo'yasiz? Bars balon bacham, sifati zo'r. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Zo'r balon. Qishda ham, yozda ham odam uyaltirib qo'ymaydi. Shuning uchun faqat bars balon qo'yaman bacham. Mana qara, xaladaylarga yaqtak suv qo'ygandim. Olib chiq, men ungacha balon qo'yib beraman. Ha, hozir. Duo qildim. Xaladaylik qani? Dada. Xaladaylik yo'q uyda. Astag'firullah. Qanday katta narsa uyda qo'ymaydi? Rostdan dada, ishonmasangiz kelib ko'ring o'zingiz. Nima bacham? Xaladaylik. Katta narsani ko'rmadingmi? Ha, yo'q-da hozir. Qanday yo'q bo'lyapti? O tug'ilganimdan beri shu yerda to'xtatdi-ku. Bu mashinani telefon olib kel. Ishi buyurish kerak, izdan o'zim yugurishim kerak buni. Dada, ha mashin yo'q. Onangimga tuva qildim, astag'firullah. Endi men senga o'zim bilaman, beray. Ana, o'tgan yilana tarvuz ekdik, xon bo'ldi. Bu yilana qo'vun ekamiz, qani nima bo'lagan? Dame un grr, Unke? Unke? unke. Oh, kim ekan bu? Ismat traktorchisizmi? Ova, biz. Nima xizmat? Bitta yerim bor, shuni haydash kerak. Hay deymiz. Menga qarang, o'z traktoringiz yuriydimi? Yeve. Bu traktor biz tug'ilgandan beri yuriydi. Nima o'ylayapsiz siz? Tushunarli. O'zi yer haydashni bilasizmi? Yeringizni shunday haydab beraman. Chizilim yeringizga shunday chuqur kiradiki, gidrosferaga kirib boradi. U yerdan keyin yana skivajni qursangiz ham bo'ladi. Tushundingizmi? Davay haydang, izingizdan haydaman. Ketdik. Bo'ldi.
Yeringiz lekin yomon shirin ekan. Bu yere ajriq eksang bug'doy chiqadi. Tushundingizmi? Lekin yomon shirin ekan mana. Ha, rahmat. Menga qarang, sizga ham yer bormi? Ha, bizda ham yer bor. Bizni yer sho'rlagan onangga. Bu yere nima eksang yan to'q chiqadi. Ha, dadasi. Ha! Birovlar yerda nima qilib o'tirsiz? Singlim, bizni yer egasi keldi. Endi biz ketamiz. Xizmatlar bo'yicha aytasiz, qaymi? Yaxshi kelding. Ana, menga gapir. Shu, jiddiyligimni aytganmisan? Shu yerda tur. Xizmat gapiribsan? Ha, gapirdim. Qaytib gapirma, yomon bo'ladi. Nima bo'ladi gapirsan? Juda yomon ish bo'ladi. Urishasanmi? Urishmoqchimisan men? Ha. Telefoningni ber. Man. Ali, nima kim bu? Mashina o'g'irladim, keys kelib meni olib ketinglar. Bo'lmasa qochib ketishim mumkin-da. Qaymi? Ustimda qara futbolkada bilekda yozilgan. Soqolim yo'q. Ha. Men tushunmadim. Sen o'zi mashina kalti. Men kim? Ko'rdingmi? Bitta gap bilan o'tirg'izaman bunaqa bachalarni. Mana qara. Men yaxshi ko'rasanmi o'zi? Yaxshi ko'raman. Seriozmi bu? To'g'ri so'rayapman. Ha, yaxshi ko'raman. Sizchi, siz yaxshi ko'rasizmi? Ha? Yaxshi ko'r. Seryozni beling. Uzr. O'zina hayajonlanib ketdim. Yuz nima uchun faqat Sardobaga olib kelasiz? Chunki Sardoba zo'r joyda, ovqatlar zo'r, ham servisi zo'r. O'zbekcha milliy taom pishirishda Sardobaga yetadigani yo'q. Keyin buni 3 ta filiali bor. O'tgan safar olib borganim Kogon filiali, bu Severnidagisi. Keyingi safar nima, 5-ga boramiz. 5-dagi filiali. Tushunding? Ana, ofitsiant menga qarayapti. Ofitsiant. Telefoningiz bormi? Bor. Neylik kimi bu? İsmatsizmi? Ha, men. Yomon yo'lga kirgan bachalar tarbiyali ekanlar. Ha, to'g'ri. Shunga men ham bacham olib kelgandim, tarbiyalab berasizmi? Yo, men hozir unaqa ishlar qilmayman, uzrman. Mana 10 ming. Bachani tarbiyalaganingizdan keyin yana 10 ming bor. Hamsaya, tez uya uchun. Hamsa doktor emas-ku bu, kim bu? Dadasi tashlab ketdi. Yangi proyekt. Nima qilish kerak? Tarbiyalash kerak. Ya, men birov bachasini ura olmayman, u sizni bachangizni uraydi. Men urmayman men buni. Nima yetishmayapti senga? Odamlarning menga qilayotgan muomalasi juda ham yomon. Men Yevropaga yashamoqchiman. Hamsa ikki ko'zimni o'tasiz, men uringizni. Hamsa o'zgarmaydi-ku bu shuncha ursaga. Bilmayman onasini emsan, zokir g'ayraverandi. Sen u beqiliq qiliqlaring bor-ku, shuni urib to'g'rilayandik. Shu qiyringa urgandik. Ha, men ham tepandim, qiyringa tep o'tdim. Siz ana berma uranti, siz aylanib berma tepanti. Shunda yaxshi bilaman. So'ling. Qotiring ansiyanish joyda. Ana. Ana beriga urgan ekaningiz, ana beriga urish kerak. Hamsa, endi men tutaman, siz uring. Qanday hamsa? Bacham tayyormi? Ha, tayyor. Assalomu alaykum. Anda ishlab bo'libdimi? Batar bo'lgan-ku bu. Olib kelgan sariq sochingizdan yaxshi-ku. O'zi biza programmani ozgina o'tkazib yuboribmiz. Windows 11 urmoqchi edik, 13 bo'lib qolgan. Ha, qarong'ida urdim-da. Ha, qarong'ida urdi. Kelasi oy kelsangiz, sibroz qilib to'g'rilab beramiz. Masalan, qilib beramiz. Tamam. Dadasi, nima u? Balon? Nima qilasiz uni? Kerak bo'lgan u yo'q keldi. Ona? Ha? Dadam qayerda? Bilmayman dadangga. Sinfdoshlarim aytdi, ko'chada baklashga teravergan ekanlar. Qilmasizlar unda, hammasi ustimdan kuladi. Dadang musurkash deb. Hayır, aytaman. O'zim ham jonima tegdi. Boshing et. Shu erkak jonima tegdi o'zi, to'g'risi.
Karaguylar. Odamgina, jonima tegisiz. Siz dastingizdan ko'chada yurib bo'lmay turman. Tushunasiz? Mutslarga nima qilasiz bular? Karaguylarda ishing bo'lmasa xotin, erkaklar ishga aralashma bu. Mayli bularga chidasa bo'ladi. Bu nima kerak endi? Uy quramiz xotin, imorat qilsak karaguylar. Yarimta bilanmi? Uy qursa. Jonima tegdi. Mayli bunisiga ham chidasa. Bu nima? Bu trez bo'lgan payt uydagi ishlar qilib yuribdi. Jonima tegdingiz borku. Odamgina, to'xta. Kim bu? Bilmayman. Qayerdan olib kelapsiz? Ko'chada yurgan ekan, karaguylarda olib keldimda. Kerak bo'ladimi sizga? Ha, asani odamginani. Nima orzular bilan uylangandim? Xotin bo'lishi qarang. Murod! Ha! Kelin uydami? Nima desang kelmas? Shu to'q so'yaylik. Nima ustimdan kulsa kelding meni? Nimaga kulaman? Hay mahallada bittasi ana xotining qassob. Endi ishim tushyapti. Xotin? Ha? Senga xiyonat qilsam nima qilasan? Chopaman. Yangam qayerdalar? Nima ishing bu? Yaqinda to'yimga uylanaman, shunga mol so'ydiradilar demoqchi edim-da. Nima hammangdan? Kulsa kelasanmi? Xohlang o'zingiz so'yavering bo'lmasa. Ondan qo'rqaman. Chaqirishimda. Biloza. Qaragan mol so'yish kerak. Xotin, men jonima tegdi. Ayol kishiga yarashadigan ish qilsang-da. O'zingiz qiling ha, mujik. Men qondan qo'rqaman. Bilaman. Shu uchun o'zim qilyapman-da. Kelin vaqti bormi? Vaqt yana ishing bor. Bachama sunnat to'y qilib o'tirgandim. Hay, mol so'yish kerakmi? Yo'q, sunnat qilish kerak. Jonbek ket. Ket hozir, ket. Ket hozir o'zing sunnat qilaman, ket. Qara, bo'lajak yozing, seriozniy, jiddiy odam. Jikir-jikir fikrlab o'tirmay, yana oldiga chiroyli o'zingizni saqlab, tushundingmi? Ana keldilar. Kulma dedim. Maymun o'ynatayapman. Ha? Maymun o'ynatayapman. Kim bu? Ukam yonimga olib chiqqandim. Men jiddiyligimni aytdingmi? Aytdim. Men jiddiy insonman. Yonimda kulgan odamlar yomon ko'raman. Bildi, e'tibor bermang, yering aylanamiz. Uzr. Ozgina hayajonlanib ketdim. Ketik, restoranga joy aytib qo'yganman. Boramiz. Opa, men qarasaga boshqa yigit qurib qo'yganmi? Nima qilasanmi? Yaxshi ko'raman-da. Mol olib keldingmi? Hech kim bilib qolmadimi? Pulini bering. Qarang opa, yigitingiz kriminal ishlar bilan shug'ullanadi men. Bilmasam 100 ming bering, xizmatda ishladim. Unda mol soyaga oldi, suv ber. Hozir boraman, tushuning? Aloqa tugadi. Ha, nima deyotgandim? Bu o'zi qanaqa joy? Bu yeri Sardoba restoran, geofizikada filial. Bundan boshqa ikkita filial bor. Bittasi 5-da, Qora shahar. Ikkinchi Severnida. Ovqatlar zo'r. Hozir family set aytganman. Olib keladi, ko'rasizlar. Xullas, to'yimiz ham shu yerda qilmoqchiman. To'yxona emas-ku bu? To'g'ri, to'yxona emas, lekin to'y qilsa bo'ladi. 700 ta odam sig'diradi. Короче, shu yerda bo'ladi to'yimiz. Opa shu nimasini yaxshi ko'rib qolgansiz? Oyoqdagi tapchikasiga qarang, bo'lishiga qarang-da, nimasi yoqadi uni sizga? Seriozligini yaxshi ko'raman-da. Bacham, onang bilan kelishib, senga bitta zo'r qiz topdik. Ha, topdik. Ye. Nerga topdik? Yeri bo'ldi bu. Shams xursand. Xursand. Bacham qiz shunaqa chiroyli, uzumi suvdak. O'tlar rasvetning to'ringda o'zingdan ketma. Kelini kim deb so'ra? Ha. Hamsayamiz qizi. Ha, hamsayamiz qizi. Ye onangga. Bu bevafo
Tu. Shiracha yumalab keldi. Jilli pili bildingmi sen? Chiq bu yoqqa. Ey bacham, holi to'ya pul yo'q. Ha. Ha, kredit olamiz, kredit olib to'y qilamiz. Kredit olamiz bacham. O'g'lim, sen uylantirmoqchi biza. Yaxshi ko'rgan qizing bormi? Siz nima kulyap turibsiz? Ayt. Qizing bo'lsa, normalni javob ber, seryozni gapirayapti. Qizi yo'q. Bahor kelsa gullar ochilar. Shunaqa paytda o'zi o'ylangisi keladi odam. Haqiqatan ham bahor kelsa odam o'ylanasi keladi. Nima, siz ham uylanasiz kelyaptimi? Yo'q. Siz nima irshayib o'tiribsiz, xotinlar o'xshab? Undan ko'ra o'g'lingizda bir qiz toping. Topdim. Qani kim topdingiz? Mana Shahlo Ahmedova. Men o'zingizga toping demadim, siz ham qiynab turibsiz. Ha? Qara, agar yoningga kelmasa, bir poy naskingga oshirib qo'y. Keyin chaqirsang keladi. Tamam. Men ham shunday qilaydim. Qani desang, paytingga qaytib qolsam. Yana nima qilasiz kelyapti? Qo'ying agar bezor bo'lmagan. Bo'ldi, qaytmay chiqar. Dada? Qayerdan kelyapsan? Ko'chadan? Ichdingmi? Yo'q, macham yo'q. Ichdingmi yo'qmi? To'g'risini ayt. Yo'q, ichmadim. Hamsa, tez uya, pajar. Hamsa bu yana nima qildi? Buni ichgan yo ichmaganligini bilish kerak. O'zimiz usul qo'llash kerak. Ha. Hamsa bu ichmaganmi deyman? Yo'q, ichgan bu qalbim sezyapti men. Boshqa usul qo'llaymiz. Hamsa, o'zi bu qaysi usul bu? Bu ichgan bo'lsa hozir qusadi. Shuning uchun boshini aylantiramiz buni. Hamsa, bachangiz ichmaganmi deyman? Yo'q, ichganda bu ichgan. Jonima tegdi. Ko'nglim sezyapti men. Bo'lmasa urib ko'ramiz. Zarba kuchini his qilmasa ichgan bo'ladi. His qilsa ichmagan bo'ladi. Kim birinchi boshlaydi? Men. Boshla. Qanday hamsa? Zarbani his qildi. Ha, bachangiz ichmabdi. Yo'q, ichgan bu. Qalbim sezyapti baribir. Oxirgi usul qoldi. İçgan deydimi size? Hamsa yomon topdingiz, geniysiz, professorsiz. Aroq bilan nos aralashtirsa odam o'ylaydi ana shunday. Ismat, nima kelding menikiga? Kecha katman olganting. Shuni qaytarib. O'zing kelsang bo'ladi, katmani qizi nima olib kelding? Katmanim katta desam ishonmaydi. Shunga ber hozir, ko'rsating. Hozir olib kelaman. Ismat aka, katmoningiz buncha katta? Bu endi genda borda, dadam ham katmon, ana shunday katta edi. Bizga ham katta. Haqiqatan. Ketmaniz ahvoliga qarang, shu ham ketmanmi? Ketman degan bir Ismatni ketmandek katta bo'lmaydi, bir mazza qilib yer chopsang. Mang oling ey. Unang endi o'zing xotiring ketmon kichkina deb izlashsa yomon ekanda. O'ylayda shu katmoningizdan buncha chiroyli bu. Dada nima qilyapti? Katmonim berib qo'ydim, bacham o'yini o'tiribdi. Keyin ana u ingliz tilida domlam siz otingiz aytsa faqat 5 qo'yadi. Katmon kichida bacham, katmon. Men sizni tabriklayman. Sizni katmoningiz dunyodagi eng katta katmon sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Tushunabsizmi buni? Zo'r bo'ldi-da. O'zi bilgandim men. Dadam katmoni ham Guinnesslar rekordiga kirgan. O'ziga ham mana kiribdi, xursandman ardish. Singlim bitta narsaga hayronman-da. Muncha Ismat katmaniga yopishdingiz, nima zo'r shuni? Menikiga qarang, kichkinagina, choqligina maza qilib ishlatasiz. Menga ishlatib ko'ring. Yo'q, Ismat akani ketmani baribir yaxshi. Dadani men ustakasiz katmoningiz osilibdi. Hayotingiz shunaqa bacham. Yigitda katta katmoni bo'ladi, hamsayasi osiladi. Qiz baribir katta katmon tanlaydi. Shunaqa hayot. Kreditimiz dada? Suvchiligi. Seni uylantiramiz. Kim o'ylantiradi? Raim kalab o'sha va'da berib qo'yganman, qizing kelin aytaman deb. Boraylik qani o'zi nima deydi? Endi Raimjon, o'zingizdan qolar gap yo'q. Shu va'da qilingan suvchilikka keldik.
Shunaqa ana, o'g'limiz ana o'tiribdi. Endi jo'rajon o'zidan qolar gap yo'q. Bu kuyov to'ra nima ish qiladilar? Kuyov to'ra disko raqqosi. Disko raqqosi? Zo'r-ku, yoshligimizda ko'rib yurgan Jimmy o'shami endi? Yo'q, u emas. U bacham bitta ko'rsatdi o'zing. Qalay? Ana shu. Ana unaqa kasbi. Bu nomi ham bor. Nomi nima bacham buni? Bu chimildiq ko'rmagan it raqsladi. Ana, chimildiq ko'rmagan it degan raqs. Yana bitta raqsim bu hech qayerda qo'yilmagan addushi qaynotam uchun maxsus. Hozir o'zim ko'rsatib beraman. Rangjon, nima qildik? Ana shu bacham, xudo bo'ylamizmi? Endi yo'qmi? Yomon o'ynadim-a, dada lekin. Uzr, uyda oldim tush. Qissadan hissa shuki, ko'rdingizlar. Odam zoti kuyov qilmaydi bunaqalar. Xulosa o'zlaringizdan. Nima bu? Chalvarim kir bo'lgan, yuvib bering. O'zing yuvolmisan? Onam quvdingiz-ku, onam yuvib beribdilar. Endi o'zingiz yuvasiz. Buni hangamga. Qaramang. Nima qilayman buni? Tikib berasiz buni. O'zing qo'ling borku, tik. Onam tikib beribdilar doim. Onam quvdingiz-ku, tikib berasiz endi buni. Xotin olib kelmasam bo'lmaydi bu. Boshima chiqadi bu. Xotin, yurib ketdik. Bormayman. Ha, qo'y qani, xafa bo'lma qani. Bir marta bo'ylida endi. Bo'ldida. Bu narsani avval ana qizlarga yozmasdan oldin o'ylash kerakdi. Tushundingiz? Bormayman. Bacham, onang kelmayman deyapti. Dada, hay quruq o'zingizni ko'tarib so'lpillab borgansizlar, ayol kishi romantika qilib borish kerak-da. Siz xafa qilgansiz onamni. Bir romantika qilib gul olib boring onama. Keyin keladilar. Gul olib olsam kelam. Ha? Xotin. Kechir hay, men gul. Ketdiga yur. Bormayman. Bacham, onang gul ham rozi bo'lmadi. Yana bitta oxirgi yo'li bor dada. Qanaqa? Onam pizzani yaxshi ko'radi. Pizza olib borsangiz keladilar u yer. Endi qanaqa pizzani yaxshi ko'radi? Men qayerdan bilaman men? Onam Bellissimo pizzani yaxshi ko'radilar. Endi hozir men Bellissimoga borib kelaymi? Shuncha joyga? Yo'q, mana Bellissimoni ilovasidan zakaz qilamiz. 35 minut ichida olib keladilar. Undan tashqari Bellissimo pizza ilovasida yangi foydalanuvchilar uchun 70 ming so'mdan boshlab birinchi buyurtma uchun 30 ming so'm chegirma beriladi. Xotin, sen yoqtirgan Bellissimoni olib keldim. Qara, ana Bellissimo olib keldim. Endi ketamizmi? Yo'q, hozir ochma. Hozir och, uyda ochib yegaylik. Hozir yegasim kelib turadi. Hozir ochma, uyda yegaylik, yur. Olib ketamiz birga uyda choy bilan. Yur. Dadasi meni nima yaxshi ko'rishni bilasiz-a? Qani uni-chi? Yumshoq joylar senga qoldi-da. Shunga. Yana aldadingiz meni. Ay, zo'r ekanda, shunga ozgina yedim. Dada! Siz yangiligim bor. Uni hangimga. Yana nima boshladi bu? Dada, men endi o'zimga yarashadigan yangi kasb topdim. Qanaqa kasb? Ko'rsataymi? Ko'rsat qani? Qarang. Uni hangimga. Hamsa, tez uyima keling. Hozir o'ylim bo'ladi uyimda. Yaxshimisiz? Nima gap? Bu kim? Zokir-ku o'g'lim. Zokir? Yana nimani boshladi bu? Ko'rasizmi? Nimani boshlaganini? Tur ko'rsat. Tur ko'rsat. Tur bitta ko'rsat. Qalay? Bu nima bu? Bu zo'rlangan qurvaqqa raqsi. Ha, zo'rlangan qurvaqqa. Zo'rlangan hamsa ham bachasi raqsini ko'rsataymi bunga? To'xtang qani? Yana qanaqa raqslaring bor? Ko'rsat qani? Vapshi zo'ri bor. Qalay? Bunisi nima? Bu homilador pashsha raqsi. Endi isnot bu. Endi chidolmayman hamsa. Endi hozir to'xtang qani hamsa, fatirdaman. Gap eshiting. Zo'r raqslarga menga yoqibdi Zokirjon zo'r. Menga qarang oxirigacha chidagalik oxirini ko'ray. Keyingisini ko'rsating, keyingisini. Keyingisi nima? Keyingisiga vapshi zo'ri bor dada. Qalay? Bu nima?
Bu bokira baliq raqsi. Duo qildim, bachangiz. Qiliqsiz narsa.